Kechki soat 6:20 biza уже yeb, ichib, hamma yo'ni yig'ib, terib, xonamizga kirib ketyapmiz. Endi uy ishlarimizni, ana xonangizda kirib qiladigan ishlaringiz, o'qiydigan kitoblaringiz, videolaringiz bo'lsa qo'yib, ko'rib, javob berib o'tiradigan vaqt keldi. Hamma uyiga kirib ketdi. Bizga bilasizlar nima kirib keldi? Hozir kelin ko'ylak keldi. Kelin ko'ylak. Qaranglar. Kelin ko'ylak keldi, kelin ko'ylak. Xudo xolisi, oy. Chiroyliligini. Kimnikiligini aytmayman, bu sir desam. Qaranglar chiroyliligini. Kelin ko'ylakni. Mashalloh. Boshqatda ekan buni. Mana kelin ko'ylaklarimiz kirib keldi. To'y bo'lyapti uyimizda, xudo xolisi, to'y deydi-yu.